afternoon, students. Good afternoon. How are you today? Good, good. I'm fine too. What was our lesson yesterday? Speaking and writing. Did you do your homework? Uyushni bajardingmi? Yes. Unda hozir tekshiramiz. Xo'p, birinchisi biz uchun bajarib berilgan ekan. Qara, Amirjon, ikkinchisini siz o'qingchi. Can I sit here? Aha, can I sit here? Yes, Bunga of- mantiqan Yes, of course. yes of course. Bu yerga o'tirsam maylimi? Javobi ha, albatta deb javob beramiz. Sunnat uchinchisi sizga. Sorry I'm late. That's okay, don't worry. That's okay. Don't worry. Uzr, men kech qoldim. Chiqisi yo'q. Hech qisi yo'q. Hammasi joyida. Dilnura, excuse me. Set my seat. Oh, I'm sorry. Kechirasiz, bu yer mening joyim edi. Aha. Kechirasiz, bilmagandim. Okay. I think all you are ready for today's class. I saw it, and let's to the next part of our lesson. Endi sizlardan men lug'at so'rashni boshlayman, xo'p? Umarjon, bicycle nima ekan? Velosiped. Velosiped. Rahmat. Abduzohid, musician nima degani? Musiqachi. Musiqachi. Rahmat. Person nima ekan? Person. Person shaxs, odam degan ma'noni bildiradi. Uyga vazifani hamma a'lo darajada bajarib ketdi. Endi demak bugungi yangi mavzumizga o'tamiz. Students, today our topic is my life. What is my life? Mening Mening hayotim. And what about me? men haqimda. Men haqimda. Now, look at these pictures. Do you know these people? No. I will tell you, he is Barack Obama. He was former president of the USA. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti bo'lgan odam. Hozir pastki tekstda bizga Barack Obama va uning singlisi haqida mana matn berilgan ma'lumot. Hozir 2 daqiqa ichida tezgina o'qiymiz. Tushunganlarimiz daftarga tezgina take notes qilamizda va menga 2 daqiqadan keyin sizlar o'zbekchada tushunganlaringni aytib berishlaring kerak. Va birga savol-javob qilamiz. Tushunarlimi? Yes. Let's start. Demak, hamma o'qib, tushunganlarini yozgan bo'lsa, savol-javob qismiga o'tamiz. Hop, sunnat Barack Obama kim bo'lgan ekan? Barack Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti. Yaxshi. Farzona Obama qayerda yashar ekan? U o'zining qizi bilan Afrikada yashaydi. Rahmat. Hop. Barack Obama qanaqa kitoblarni yoqtirar ekan, Umarjon? Komik kitoblarni. Yaxshi. Demak, hamma matnni o'qib yaxshi tushunyapti. Unday bo'lsa, keyingi mashqni, matnga oid bo'lgan mashqni birgalikda bajaramiz. Xo'p, birinchisi Barack reads books debdi. Ikkinchisini kim biladi? Keling Dilnura. Alma yosh bolalarga o'qituvchilik qilgan. It's to'g'ri. Ikkinchisiga kim chiqadi? Keling Umarjon siz. Auma va Barakning onalari boshqa. Xo'p. To'rtinchisiga kim chiqadi? Husniddin, keling siz. Aha, like to'g'ri. Ko'rgincha odamning hovlilarini yaxshi ko'radi. Yaxshi. Rahmat sizga. Xo'p, oxirgisiga kim chiqadi? Keling javoblar. Yaxshi. Barack and his family live in the USA. Tarjimasi nima ekan? Barak va oilasi Amerikaga yashaydi. Yaxshi. Rahmat kattakiz. O'tirishingiz mumkin. Xo'p, o'quvchilar, demak bugungi darsimiz mening hayotim haqidagi mavzu bo'ldi. Sizlarga uyga vazifa Barack va uning singlisi haqidagi matnni yaxshilab tarjima qilib o'rganib kelasizlar. Uyga vazifa yana lug'atlarni yodlaysizlar va xuddi shu matnga o'xshatib kimningdir o'zlaring yoki oila a'zolaringdan bir kishini hayotini shu shaklda yozib kelishlaring kerak. Tushunarlimi? Yes. Hammaga xayr. Goodbye. Have a nice day. Goodbye.